Agar siz har kuni 30 kun davomida 8 ton hol kabi yugursangiz, tanangizda shunday o'zgarishlar yuz beradi. Dastlabki 72 soat juda og'ir o'tadi. Oyoqlaringiz og'riydi, mushaklaringizda sut kislotasi to'planadi. O'zingizni qiynayotganingizdan afsuslana boshlaysiz. Lekin bu bosqichdan o'tsangiz, keyingi jarayon sizni hayratda qoldiradi. 10-kun atrofida tanangiz ichki o'zgarishga kiradi. Hujayralaringizda energiya ishlab chiqaruvchi qismlar, ya'ni mitoxondriyalar ko'paya boshlaydi. 15-kunlarga borib asab va mushak tizimingiz yangi tartibda ishlay boshlaydi. Tezda harakatlanuvchi mushak tolalari chaqqonroq va kuchliroq faollashadi. 25-kun esa sizni hayratlantira boshlaydi. Tanangiz shaklan o'zgarishni boshlaydi. Oddiy sekin yugurishga qaraganda kuchli yugurish tanada kuchli gormonlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu o'zgarishlar natijasida o'sish gormon darajasi bir necha barobarga ortadi. 30-kunga yetganingizda yuragingiz tinch holatda kamroq uradi. Chunki har bir yugurishda u kuchayadi va har bir urishda ko'proq qon hayday oladi. Ammo bu faqat tashqi ko'rinish emas, bu ichki jihatdan o'zgargan, butunlay yangi inson bo'lish haqida. Ko'proq foydali informatsiyalar uchun Telegram